Abdurahmon akam ichlariga sig'mayaptilar. Aka, keldimi oxiri keldimi? Ozodlik haykalini Qana ko'rasizmi? bitta ko'ringlar, ozodlik o'xshab turibman mana. haykali. Mana biz faqat O'zbekiston bayrog'i bilan turibmiz. Mana qaranglar, bu yerda Nyu-York atmosferasi, Manhattan bor. Biz Amerikaga yer bilan keldik, uka. Akalar, alhamdulillah keldi, oxiri keldi. Bizning eng oxirgi tochkamiz Amerika edi mana. Xudo xolasa endi sizlarga jinni kontentlarni mana shu Amerikada qilib beramiz. Bu paytda hali Kanada, Meksikalar turibdi, ukam, hali oldinda. Lekin Amerika boshqacha bori, ishoninglar. Xudo xolasa bir ikkita joylarga boramiz. Kuzatib turinglar. Anaqa zdaniyalarning orasida yurish, ani Times Square'da yurish, ishoninglar, vashi kayf bo'yasida. Akalar, endi buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Nima deyapti? Amerika ozodlik haykali. Bu yerda bo'lsa Nyu-York, Manhattan. Bizga yetib keldi akalar. Amerikaga deb chiqib ketuvdik. Alhamdulillah mana Amerikaga ham kirib oldik-ku. Xudo xolasa endi sizlarga zo'r kontentlarni, jinnilarni qilib beramiz. Sana Abdurahmon akam ham xursandlar bor. Bayronni shu olganlar. Qaranglar, boshqacha lekin Amerika bor. Ayniqsa ana Times Square'da mashinalarda yurmoqchimiz, bayroqlarni ponni chiqarib, xudo xolasa ana vatandoshlar bilan o'sha yerda ko'rishamiz. Biz lekin hali kорабльdan tushmadi. O'zbekiston jahon chempionatida dostoyni ishtirok etadi. Azizlar, 4 yil oldin Qatardagi jahon chempionatida O'zbekiston chempionatiga chiqadi va biz samolyotsiz yer va okean bilan boramiz deb va'da bergandik. Alhamdulillah, bajardik. Ko'plab bloger ukalarimiz, akalarimiz harakat qilib ko'rishdi, xuddi shu yo'nalish bo'yicha kelishga, lekin bizga nasib qilgan ekan. Hammaga nasib qilsin. O'zi oson bo'lmadi. Avvalambor Allohning fazli va ko'plab yaqinlarimizning yordami va sizlar har bitta videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun alhamdulillah biz yetib keldik. Akalar, biz mana Nyu-Yorkda turibmiz. Atmosfera o'sha jinnisi deyman. Xudo xolasa kuzatib turinglar, sizlarni kontentni bombalar kutyapti. Olg'a! Dengiz ortin yoribdi ilk bor. Bobomizning aql mash'ali. Kalumda bor alamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Kalumda bor alamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Akalar, mana bizani Queen Mary kораблimizni mana bizani mashinalar. Uddaladik, ukam. Hammamiz uddaladik. Gap yo'q lekin bori. Nima deyapti? Akalar, Amerikada o'zimizning mashina. Okay, let's go. Everybody come alive. I like to move it. Voy, lekin bu mashinani bori, odam ko'rib ko'zlari quvnayapti-yu, akalar. Mana o'zimizning O'zbekistondagi mashinalarimizni Amerika, Nyu-Yorklarda aylanib yursa, akalar, ashi jinni bo'ladi, ha. Polniy zavaraga syomka boshlandi uje. Gap yo'q. Akalar, mana Nyu-York ko'chalarida aylanib yuribmiz. Orqadagi mashinaga lekin bitta like bosib qo'yadigan joy, akalar. Hammaga mana shunaqa Amerikaga kelish, Nyu-Yorkga kelish nasib qilsin. Akalar, mana Manhattanning mashhur eng katta binosi bo'ladi. Mana atmosferani qaranglar. New York. Gap yo'q, bora. Mana bu joy bilasan qaysi joy? Bilaman. Mana bu joyda 11-sentyabrda ikkita zdaniya portlagan-ku. Xuddi shu joy. Vau. Odam mazza qilyapti-ku. Hozir biz Times Square'ga qarab ketyapmiz.
Orqada mana bizani to'choqlar ketyapti. Gap yo'q prosta borib. Bilat gaplarni yutib yubordilar menimcha borib. Allohning oyati bilan yorib yubordik borib prosta. Voy, biz keldik-ku Times Square'ga ham. Qarasanglar atmosferani. Va kino bo'yasdi, kino bu yoq. Voydot! Odam mazza qilyapti. Rosa orzu qilardim mana shu kelishi. Alloh yetkazsin inshaalloh. Mana shu videoni ko'rayotgan hammaga nasib qilsin shu oy kelish, akalar. GTA kim o'ynagan? GTA Tour. Mana shu joylarda yurasiz, bilasizlar? Gap yo'q. Hamma King Kong постоянно vashtiradi Mario bilan. Hozir biz bu yoqda syomkani jinnisini qilamiz. Mana mashinani tayyorlashyapti uje. Otabek aka, qali? Atmosfera zo'r-a? Mazami? Nima gap? Jinnilarga. Voy, nima deyapti akalar? Times Square'da o'zimizani Kia Carnival O'zbekiston bayrog'i bilan. Gap yo'qlagan bori. Akalar, bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Voy, nima gap? Xudo xolasa mana O'zbekiston bayrog'ini Times Square'da amerikaliklarga his qildiramiz bori. Akalar, Amerikaga mana shu Times Square aylanib ketish hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh azigina qoldi. Tez kunda siz ham shu joylarda mana shunaqa videoga olasizlar akalar. Yaxshi niyat qilib bitta like bosib qo'ying. Bu videoni Amerikaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarni hammasiga jo'natib qo'yinglar. Mana sizlarga New York. Atmosferani ko'rdinglar? Odam tako manzara qo'yilmoqda. Xudolis hozir Abdurahmon aka ketyapmiz. Filadelfiyaga ketyapmiz akajon. Filadelfiyaga. Okalar mahallasiga ketyapmiz. Shunaqa. Aka uyinglarni sog'ingandirsiz? Bo'lmasamchi. Sizlarga olma 40 kundan beri yuribsizlar. Yapirim, biz ham yomon sog'indik. Mana ko'chalari qizuvdi New Yorkga borib. O, mana mahallalarni ko'rasizlar. Xolasa bir necha soatli yo'l aka Filadelfiyaga? 2 soatga bormaymiz, xudo xolasa. 2 soatga bormaymiz. Bo'lmasa 2 soatga bormaymiz. Zo'r. O, mana vatandoshlik ketishyapti. Amerikada. Men sal oldinroq yuraysiz Zafar aka. Allohning panohida bo'ling. Aka, oilangiz baxtiga sog'lom bo'ling. Mana. Furani lekin jindiz ekan. Aka, siz ham fura haydagansiz? Haydaganman. Nechi yil? 1,5 yil haydaganman. Zafar aka, qancha haydagansiz fura? Salom vatanga qaytib. 1 yil, 1,5 yilcha haydaganmiz. Akadan so'raychi, qayerda zo'r pul topgan ekan. Qayerda aka? Ya, pul haqida gapirmayman. Abdurahmon aka, siz qancha haydagansiz fura? 15 ming. Yap. Akalar, alhamdulillah, mana Filadelfiyada bugun juma namozi o'qish nasib qilgan ekan. Xuddichi Toshkentda yurganga o'xshayman. Hamma o'zbek ana. O'zbek akalarimiz vatandoshlarimiz. Qani 3:07. 3:07 soatda Kia Carnival qilib oldik. Ashpratni mashinalarni video qilganimda bong'lab ketuvdi. Mana o'zbek akalarni ko'pligini mana bu nomerdan bilsanglar bo'ladi. O'zbek 7 bor. Aka, Amerikada nomerga qiziqmaydi o'zi amerikanslar. Amerikada nomerga qiziqmaydi, unaqa katta pul ham turmaydi. Filadelfiyada ana 3:2, 3:7larni, 3:1 xil nomerlarni ko'rib qolsanglar, bilinglarki, hammasi vatandoshlar bo'ladi. Filadelfiyada mana shunaqa go'zal masjid qilib qo'yishgan vatandoshlarimizni. Xudo xolasa juma namozi bu yoqda soat rovna 1:30da o'qilar ekan. Mana ko'rasan, hammasi o'zbeklar. Mashalloh, gap yo'q.
Filadelfiya kesi biza pastanni oshimizni aka qayerda? Little Istanbulda akalar. Aka o'z qildingizmi? Kim qildi buni? O'zimiz qildik. Qani Otabek akamni qo'yaveringchi ichiga. Akalar, oshni odam sog'indi-yu. Xudo xolasa mana dasturxon to'la. Mana bu yoqda Shahriyor aka brat. Ana orada akalar xuddi bor. Ana o'zimizdan Toshkentning milliy taomlarda o'tirgandek his qildim aka. Mazza menga mazza. Nimaga? Bundan ham olaman. Bundan ham olaman. Oshdan keyin mana ham bu ketadi-yu. Ketadi. Oling, iching, aka. Eng muhimi bor-ku. Ha. Anjancha osh, toza guruch ham Anjondan kelgan. Zafar aka, mana shu restoraningizda eng ko'p sotiladigan suv qaysi aka? Mojito so'zsiz. Mojito, achaka va fresh bor mana akalar. Amerikan o'zida bor ekan. Aka, men jinniga o'xshab buni Toshkentga olib kelib o'tiribman. Yaxshi keldingizmi? Bozorlik qildingizmi? Aka, bitta savol beraman sizga. Ertaroqqa chiqib ketmaylik. Qarang, aka. Nimaga mana shundan bir blok ovoz Mojito fresh achakodan qaranglar. Assortiment. Yo, yoqadimi o'zi? Ay, bu siz trak haydolmaymiz-ku. Ana. Aka, eng ko'p sotiladigan napitka qaysi? Mana shu asr do'konida? Mojito, Akalar mana Mojito, achaka fresh. Yo, yopilaversan. Lekin bu ham sotiladi. Qaysi? Ya bu tufta aka. Unaqa. Ya uni ustashiman. Akalar o'zimizani O'zbekistonda Libbo joyda Mojito fresh achaka bor. Mana Amerikada uje blok olishyapti. Xo'sh. Voy, bu Jigulini ishoninglar. New York ko'chalarida vashi mashhur qilib o'rganman. Ichida kim o'tiribdi deb o'ylaysizlar ana? Hamid aka. Gidravlika ekan. Samarqandliklar bormi? Mana bu nomerga endi bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Men qani oldida lobida tonirovka ruxsat bormi bu yoqda? Hamid aka? Mana aka ruxsat. Ruxsatnoma, ana ruxsatnomasi bor ekan, qani? Siz ko'rdingiz, boshqa hech kim ko'rgan emaslar. Seriyozda. Akalar sizlar ham ko'rdinglar, Hamid akam. O'zimizning Samarqandlik akamizni mana shu 06 ni Amerikada hit qilib yuradilar bor. Lekin toychoq jinna bor, ha qaranglar. Orqalari cho'ktirilgan. Akustikasi prosta bomba bo'yasibdi. Akalar, Amerika, Filadelfiyada mana mahallalar qanaqa bo'ladi? Ayniqsa anaqa Jigulida katasi qilib yuribmiz-ku. Qaranglar mana g'art amerikanskiy mahallalar. Kinolarda ko'rardim bor. Lekin manzara vashi jinni bo'lyapti bor. Ko'rsam, bu yoqda boylari ham, oddiy turadigan oilalar ham hammasida bir xil uylar. Ko'rsam, ano 5-6, короче 3-4 qavat qilib yashashmagan. Hammasi anaqa oddiy skromniy uylar bo'ladi. Va qaranglar, ko'p joyi anaqa yam-yashil joylardan iborat. Ko'rsam, daraxtlarni voy, mana bu daraxt juda chiroyli ekan bor. O mana yangi qurilayotgan uy ko'rasizlarmi? Gap yo'q lekin bor. Короче, birinchi restart esimga tushyapti-da. Mana shunaqa mashinalarni ko'rib qolsa, video qilishga talashardi. Men olaman, sen olaman. Odam ichida turganda ruxsat olish kerak birinchi. Aka, amaki bilan men o'rtoq bo'lib oldim. Ha. Amaki ukam senga mo'jnandi. Haydasang ham bo'ladi buni. Короче, aka qanaqa mashina bu, bilasizmi? Kam. Corvette. Akalar. Benzin. Taxminan Blurda chiqadigan. Benzin bakini ko'rasizmi mana? Yo'q, aka, Blurda buni yangicha variant chiqadi. Bu retrosi-yu. retro bu. Lekin akam oqib yuradilar, bunda bor. Faralari taku vuq qilib chiqib beradi buni. Corvette eng mashhur modeli mana shu. Gap yo'q lekin qoyil. Rangini qaranglar, sochniligini. Zo'dan mana shu diskasiga hayron bo'lib kelyapman akalar. Toyota ekan.
Necha razmer bu diska? Ona eni emmagur mashinani vidini ochib qo'yganini qaranglar. Voy onasini emsan. Mana niskilikni ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Orqasi cho'ktirilgan. Lekin brat yorib qo'yibdilar. Bizda avto tuningda xuddi mana shunaqa diskalar ham topib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, sakka-makani pastda atmetka qilib qo'yganman. Donikamga aytsanglar, bundan ham zo'rlari bor bizda. Lekin ishoninglar, bu konkretniy tramvay bor, yurib bo'lmaydi bunda. Dang'ur bo'yapti, lekin vida zo'r. Lekin mashinani 90% ustini ochadigan narsa bu diska bo'ladi. Diska balon kerak bo'lsa, bilasiz, sakka-makaga chiqib qo'yasiz. Mana atmetka qilib, nomer ham qoldirib qo'ydim. Shu gap, diska balon kerak bo'lsa, shikolat narxida qilib beramiz. Sakka-makani atmetka qilib qo'ydim.